As- Assalomu alaykum, O'zbekiston aqli. Sizlarni elektrolytdan selektorida nima deydi, azotin kislotani tayyorlashni o'rgatgan edim. O'tgan safar ko'plar aytibdi, saloniylarni o'rgating deydi. Men hozirlarga azorini ko'rsataman, qanaqa tayyorlansa. Mana ko'ringlar xalqim. Buning ichida elektrolyt, akkumulyator suv. Agar Qashqadaryoliklar bo'lsa, mana komandani yo'lda, komandani mana bu qabristonni chap tomonga, komandaga bormay turib, qabriston to'g'risida qassobxonani oldida akkumulyator sotadigan joy bor. O'sha yerda akkumulyator suv sotadi. Qashqadaryoliklar, sizlarga aytib qo'yay, viloyatlarga o'zini viloyatlarida bor. Endi sizlarga mana varanka, mana qoshiq, mana ichidagi tuz. Ko'ryapsizlarmi? Ovqatga solinayotgan tuz, mayda. Mana oddiy bakalashka, bo'sh. Ana endi boshlaymiz azdorimizni. Mana og'zini ochyapman. Qarang. Keyin sizlarga bitta krujka kerak bo'ladi. Mana bu litrovka, mana yozilgan raqami. Hozir biz bunga tayyorlaymiz, 250 gram tayyorlaymiz. Borsini ham mayli 200 gram 200 gram mana elektrolytdan tayyorlaymiz hozir. Mana ko'zlaringizni tayyorlayapman. Mana qarang xalqim. Mana ichida hech narsa yo'q, mana. Bo'mbo'sh. Ana endi hozir men elektrolyt tayyorlayapman. Qarang. Ko'ryapman. Hozir shundan ko'ramiz qancha gram bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Hozir 1 minut. Mana xalqim, mana 250 gram bo'ldi. Mana elektrolytni soldim ichiga. Qarab turing, hozir men ko'rsataman, azorini qo'yib boryapman. Salonniy kislota bu. Uydiki bu, домашний. Ruschasi домашний, o'zbekchasi uyda tayyorlanishi bu. Salonniy azotning kislotani taxlash. Mana bu varankaga olamiz. Mana bo'mbo'sh, ichida hech narsa yo'q. Mana qarang, solyapman. Mana. Mana tashlarim. Mana ichiga tushdi. Ana endi bizga nima kerak bo'ladi? Qarab turing, xalqim. Qarab turing. Mana ovqatga solinayotgan tuz. Mana katta qoshiq. Ko'rdinglar? Mana. Ayni solamiz. Qarang, xalqim. Mana tuz tayyorlayapman. Yana bir qoshiq tayyorlayman. Hozir bitta bo'ladi boya.